Assalomu alaykum, quyoshbozlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Kimga quyon bolalaridan kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilasizlar. Podarkaga ham, toza go'shtga ham bor. Qadashni quyoqlarimiz ham bor. Mana. Kim podarka qilaman? Yaqinimga yurgan bo'lsanglar, mana. Nimalarimizni oldirib qo'yaman. Go'shtga ham boqiladiganlar bor. Boqishga ham dekorativniy qo'yoqlar ham bor. Yana kerak bo'lsa, toza xikolli bolalardan ham bor. Soni 9 ta, ularniki 6 ta. Bular so'yishga. Bittasini olib qolaman, qolgan so'yishga. Bu ona quyon, bu ota quyon. Narvada quyoqlarimiz bor. Keyin ko'rsataman ularni. Videoga like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lsa ishdan chiqmasin.